Assalomu alaykum, bizani kuzatib turgan barchaga. Bu bog'imizdagi yana bir yangi uzum navini, xudo xolasa yangi bir uzum navi Manicure Finger. O'zbekchaga tarjima qilganda bo'yalgan tirnoq nomini anglatadi. Xudo xolasa bu navimiz juda bir serhosil, katta tonna, katta sentiner beradigan uzum navi hisoblanadi. Bu kech pishar mavsum uchun asosan ekiladi. Mana shunday kaltakka mana shuncha hosil qo'yilgan. Hosillari ham juda ajoyib, juda go'zal holatda. Mana shunday soya salqinda agar boshlari saqlansa, mana shunday hosil olib, rangni mana shunday olishni boshlaydi. Qanday desam, mana uch qismi qizilcha, mana bu yoq sarg'ish bo'ladi. Xudo xohlasa pishib yetilsa to'liq mana bu tomoni qora qizil bo'lib, bu yog'i sal qizg'ish rang bo'lib qoladi. Agar quyoshda bo'lsa, soyada saqlansa, mana shu ko'rinishda qisman qoladi. Xudo xolasa mana sizlarga ko'rsataman. Mana bu quyoshda bo'lgan holati mana. Bunda quyosh tushib turadi. Mana shu ham Manicure Finger. Bunga ham mana shuncha bosh qo'yilgan. Mana shu holatda juda bir go'zal serhosil nav. Xudo xolasa mana bu yerda soyada turgani bor mana. Soyada turgani xuddi avval ko'rilganidek mana bu yoq qizarib, mana shu holatda rang oladi mana. Mana bunday agar quyoshda bo'lsa, mana qizarib qoladi. Bizning Buxoro sharoitida men o'ylaymanki, bu ancha shira olib, ancha pishib qoldi. Xudo xolasa hozir buni bir ikkisini ham o'lchab ko'ramiz. Mana hech qanaqangi kasali yo'q, boshqa biror narsasi yo'q. Mana shu holatda hozir o'lchab sizlarga aytishga harakat qilaman. Go'shti zich, ichida donagi bor. Hozir sizlar bilan birga xudo xolasa ko'ramiz endi buni. Mana Manicure Finger. Xudo xolasa adashmasam qarib 25 Brix. Bu 25 Brix juda ajoyib holat degani. Buni bilgan biladi 25 Brixni. Mana bu degani bu 100% o'zi pishgan. Buxoro sharoitida 29-iyul sanasida Manicure Finger mana shu holatda pishib yetilgan. Bemalol hozirgi kunda buni etib sotsa bo'ladi. Ba'zi birovlar bu Manicure Finger emas deganlar uchun mana soyadagi hosilini ko'rsataman. Mana uchi qizarib, orqasi sarg'ayib qolgan. Bu ham xuddi mana shunday. Bitta tanani hosili mana. Xudo xolasa Buxoro sharoitida 29-iyul sanasida Manicure Finger 25 Brix shakar to'plabdi. Xudo xolasa bizani kuzatishni davom etinglar. Hali oldinda bundan ham zo'r navlarni kuzatishimizda davom etamiz.